Iya. Ha, Jo'rabek. Ya. Erkin. Qalaysan? Salomatmisan? Yaxshimisan? Ishlar yaxshimi? Ha? Ha bu haligi otini yo'qotgan chavandozga o'xshab turibsan. Nima bo'ldi? Mashinamni moy oqib ketgan edi. Ustaxonaga tashlab kelgan edim. Kecha ishdan chiqib borsam, hali mashinaga umuman qo'lini urmabmiz. Ertalabgacha tayyor qilib beraman degan edi. O'shanga qo'ng'iroq qilib bo'lmasa piyoda borib bo'lsa ham xabar olib keling. Kecha Anvar telefon qilgandi. Keyingi o'tirishimizni manzilini aytdi. Ey, bu yog'ini bilsang, basseyn, sauna, dacha, keyin haligi yosh juvonlar degandek. Xo'sh, nima deysan? Anvar biz rozimiz deymi, yo'qmi? Faqat narxi sal qimmatroqda. Erkin. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysanmi? Gapir. Yoshimiz ham 50 dan oshdi. Endi qanaqa bo'lar ekan? Uyat bo'lmasmikin? Ha? Tunov kuni uyga borsam, qizimga sovchi kelibdi. G'alati bo'lib ketdim. Sen ham o'g'lingni yosh katta bo'lib qoldi. Men ham qizimni bo'yi yetib qoldi. Yaqinda quda andali bo'lamiz. Shu qilayotgan ishimiz to'g'rimikin? Nima deb o'ylaysan, ha? Ayolim 2-3 marta sovchi kutdi. Kelgusida bolalarimizni hayotiga ta'sir qilmasmikan deb o'ylayman-da. Xo'sh, nima qizingni uzatay deyapsanmi? To'y qachon? Xotinimga qolsa-yu, ertagayoq to'y qilib uzatib qutulsa. Men unimayapman. Qizim hali yosh. Maktabni tamom qilganiga endigina 1 yil bo'ldi. Qizim pishiriq pishirishni o'rganyapti. Uy hamshiraligiga boryapti. Mana shunday kurslar bor ekan. Avval bironta hunari egallasin deyman-da, do'stim. Bizni uyda ham har kuni mana shu mavzu. O'g'ilchani uylantirish harakatidamiz. Opam, qaynsingillarim qiz qidirish bilan ovora. Men ham aytdim. Agar kelin topsalaring, yaxshi joydan, boy joydan, bir palagi tozaroq joydan toplaring deb aytdim. Ota-onasi kimligini surishtirlaring, bizga zoti aynigani kerak emas dedim. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Hozir bilasan-ku, qizlarimiz sponi yoqib olib, bilganini qilib yuribdi. Ha, to'g'ri. Endi niyatlar bilan to'y qilib, elga osh berganingdan keyin og'zimiz kuyib qolmasin deyman, do'stim. To'g'ri aytasan. Onasi o'pmagan qizlarning ahvolini ko'rayapmiz. Ha, yasha. Bilib turayapmiz, sezib turayapmiz. Uni buni qo'ygin. Anvar aytgan joyda borib ko'raveraymi? Rozi bo'lasanmi? Mayli. Erkin. Shu safar oxirgisi o'rtog'im. Bo'ldi, oxirgisi. Keyingi safar el qatori choyxonada 2 soat, 3 soat mazza qilib do'stlarimiz bilan maishat qilamiz-u, orqaga qaytamiz. Xo'p. Bo'ladimi? Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mayli, men roziman. Bo'lmasam safdan chiqaman. Xo'sh. Endi bu yog'iga chollari qatoriga qo'shilar ekanmiz-da. Kelishdik. Oxirgi bo'lsa o'rtoq. Ki bir mazza qilaylik, bir esda qoladigan bo'lsin. Avtoservisingga borasanmi? Ha, boraman. Yur tashab qo'yaman o'zi. Ha, bo'ldi. Qani, o'tir. Xudoy o'zingga shukr. Shunaqa gaplar, o'rtoq. Ey yasha. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yana sovchi kutdinglarmi? Yana qizingizni so'rab kelishibdi.
Avval qo'ng'iroq qilishgandi. Ularga tushuntirdim. Hali qizimizni uzatmaymiz. Desam ham qo'ymasdan yana kelishibdi. Haligi qizingiz bizga ma'qul bo'ldi. Qancha kutish kerak bo'lsa, mana shuncha kutamiz deb ketishdi. Faqat shu yoshlar endi uchrashuvga chiqishsa. Iziyu xotin? Qanaqa uchrashuv? Turmushga chiqmagandan keyin nima qilasan bu qizni ko'rsatib? Hali bu ro'zg'or qilishni, erni kutishni bilish kerak. O'rganadi. Xafa bo'lma. Men borman. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Menga qara xotin. Bundan keyingi qo'ng'iroq qiladigan sovchilarga qizimizni uzatmaymiz, dadamiz yo'q deyaptilar deb javobini berib yubor. Dadajonisi, ana kursdoshlari birin-ketin turmushga chiqib ketishyapti. O'z vaqtida berib yuborsak yaxshi bo'lardi. Qolaversa yaxshi joydan kelishyapti. Yo'q demang. Onasi yo'q dedi. Qizimiz ota hovlisida o'ynab, kulib, yayrab yashab olish kerak. Avval biron bir kasbni egallasin. Turmushga chiqish qochib ketmaydi. Tushundim. Siz nima desangiz shu qizingizni-chi? Mana shu o'g'illaringizga nisbatan ko'proq yaxshi ko'rasiz, dadajonisi. Erkalatib yubormayapsizmi, mabodo? Erkalataman-da. Yakka yolg'iz qizim bo'lgandan keyin albatta erkalataman. O'ynab, kulib, mazza qilib yashab olsin deyapman, onasi. Menda qiz bir ton. Yakka yolg'iz qizim. Zebo, senmisan? Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Menga qara, Nozik mijoz chiqib qoldi. Endi dugonang bilan bir xizmatda bo'lasan. Bilasan, haqqini yaxshi to'layman. Albatta, kechqurunda. Opajon, menga kechqurunga ruxsat berishmaydi. Kunduzi bo'lsa amallab chiqardim. Menga qara, uyingdagilarga biron bahona topgin. Tushundingmi? Hech ham iloji yo'q, bora olmayman. Va menga qara, aytgan vaqtimga kelasan. Sanlarga shuning uchun yaxshi haq to'layapman. Agar shundoq mijozni qo'ldan chiqarsalaring, mendan yaxshilik kutmalaring. Tushundingmi? Uydagilaringga nimadir bahona top. Masalan, Madinan to'y bo'lyapti deysanmi, nimadir deyish mumkin-ku axir. Xo'p. Onang bilan o'zim gaplashishga harakat qilaman. Shunday qilib Ro'za opa qo'ng'iroq qildi degin. Ha, Bu safar haqni ko'proq to'larmishlar. Onam Rossiyaga ishlagan ketganlar. Buvimga to'yxonaga idish yuvishga kirganman deb ketaveraman. Sen nima qilmoqchisan? kecha Ro'za opam oyim bilan gaplashdilar. Men hammasini eshitdim. Men Madinani oyisiman, qizimni to'yib oldi dedilar. Qiz o'rtoq bo'lib borsin deb rosa iltimos qildilar. Keyin to'y tugagach, biznikida qolsin dedilar. Onam dadasi ruxsat bermaydi deb unamadilar. Tushunarli. To'y tugagach, singillarim mashinada olib borib qo'yishini aytib, amallab ko'ndirdilar. Ro'za opa juda usta ayolda. Qoyil qolaman. Yolg'onni ham suv qilib ichib yuboradilar. Yaxshi haq to'layotganda ishlab qolish kerak o'rtog'im. Uydagilar bilib qolishdan xavotirdaman. Yig'ayotgan pullarimni qanday ishlataman? Uydagilarga nima deyman? Qo'rqma. Hech kim bolasini o'ldirmaydi. Oilada bitta qizsan. Seni juda yaxshi ko'rishadi. Nari borsa, bir oy gaplashmaydi. Turmushga chiqsam sharmanda bo'laman-ku axir. Hozir uni ham yo'li topilgan. Ro'za opa nechta qizni qog'ozga o'ralgan qilib qanday qilib chiqazib yuborgan. Rostdanmi? Men bo'lsam qo'rqib yuribman. Bu ayolni qopqoniga bir tutsang qaytib chiqib ketolmas ekansan.
Xayriyat. Dadang ketdilar. Oyijon, dadamdan ruxsat so'radingizmi? Dugonamni to'yiga ruxsat berdilarmi? Voy qizim, so'rolmadim. Dadangni fe'lini bilasan, qo'rqdim gapirishga. Shu to'yga borishing shartmi? Boshqa qiz qurib qopdimi shu kelini oldida o'tirishga? Qattanam onasiga xo'p deb qo'ya qoldim. Telefon qilganda iltimos, qizingiz meni qizim oldida o'tirib bersin deganiga yo'q deya olmadim. Juda ham muomalasi shirin ekan, samimiy ayolga o'xshatdim. O'zi yaxshi bilasan, har oyning birinchi haftasida dadang og'aynilari bilan uchrashadilar. Yoki choyxonagami, kafega borib maza qilib o'tirishadi. Dadang qaytguncha iltimos uyga yetib kelgin, bilmay qo'ya qolsinlar shu to'yga ketganingni. Oyijon, xotir olmang. To'y tugaguncha qolmayman. Xolasini mashinasi bor. Hamma qizlarni qaychida tashab o'tar ekan. Birinchilardan uyga yetib kela qol. Bilasan-ku, ayniqsa dadang toki shu kechqurun ko'chada yurgan qizlarni ko'rib qolsalar ham jahllari chiqadi. Va sizga nima, birovni farzandi, ota-onasi bor, indamay ketavering desam ham yarim kechada balo bormi? Yoshgina qiz uyda o'tirsin deydilar. Shuning uchun jon qizim, vaqtliroq uyga yetib kelgin, meni boshimni baloga qoldirmagin. Xo'p, oyijon, rahmat sizga. Ay qizim. Ey, bozorlik juda ham chiroyli bo'ldi. Oshpazga ham yetkazib berish kerak buni. Ha, yetkazish kerak. Endi bilasanmi, tezroq olib borsak, haligi iliklardan sho'rochalari qilib, buliq qilsa, bir ko'ngling yayraydi-da, o'rtoq. Ey, aytgancha uni pulni berish kerak. Kelishgan pulni chiqas. Ha, bo'pti, borganda o'sha yerda beraman. Bo'lmaydi. Hozir bergin, ko'p gapirmagin. Ochig'ini aytaymi? Ha. O'zichi o'tgan safar deydan ham 2 chandon bugal qimmat bozor qilindi. Xo'p, nima qilay? Narx-navo ko'tarilgan. Hozir xo'roz hamma joyda bir xil qichqiradi. Mana yig'ilgan pulga qildik bozorni. Erkin, Ha. do'stim, ana o'sha ishni bekor qilaylik. Hali ham kech emas. Nimagadir yuragim chopmayapti. Obbo, shunaqa ezaversan, mijg'ovsan. Doim shunaqasan. Mana shu boshda oldin ko'nim chopmayapti, unaqa bo'lmayapti. Borgandan keyin 200 gram urganingizdan keyin, birdan yoqib qoladi sizga. Bo'l, pul chiqas. Bo'ladi, kutyapman, tezlash. Bor ekan-ku mana. Bo'pti. O'shada bo'laman, tezlashgin, xo'p? Ha, bo'p. Tezroq olib bor. Oshpaz kutib qolmasin. Mazza qilaylik, o'rtoq. Tezlash. Bo'pti. Shifokorga ko'rinsangiz yaxshi bo'larmidi? Mana ko'rdingizmi? Gapirishim bilanoq yana dorob chiqaymi? Keragi yo'q. O'rgatmasang ham o'zim bilaman. Qizim o'qishdan keldimi? Hozirgina qo'ng'iroq qilganda. Oyijon, xotira, men yo'ldaman. Dadamga aytib qo'ying, hozir yetib kelaman dedi. Deb qoladi. Yaxshi. Mayli. Yaxshi o'tirlaring. Qizing kelsa, eshikni qulab o'tirlaring. Men o'zim qilaman. Yaxshi o'tirlaring. Faqat iltimos ko'p ichvor menga. Xayriyat. Ziboni to'yga ketganini dadasi bilmadilar. Aytmaganim yaxshi bo'libdi. Mayli. Qiz bola ota uyda o'ynab kuladi. Turmushga chiqsa, tushgan xonadonning qonunlariga bo'ysunadi. Mana men uy ishlari bilan osh-ovqatdan ortib qayerga ham boryapman. Balki to'ylarda bironta tagli-tugli odamlarning nazariga tushib qolar. Dadasi palagi toza odamlar bilan quda bo'laman deganlar. O'tiribsizlarmi? Ol, mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'y. Ha, kech qoldinglar.
Bundan keyin go'zallarim, men chaqirganda qanot qoqib voqliroq kelinglar, xo'pmi? Ziyofat ham qizlarjonlar endi boshlanadi. Qoninglar ochmi? Ocha? Narigi xonaga chiroyli qilib stol tuzatib qo'ydim. Bemalol biror nima yeb olinglar. Ha, keyin aytmoqchi, mijozlarimiz juda ham nozik. Ularni qo'ynini yaxshilab ovlash kerak. Agar ular xursand bo'lsa, mijozlarimiz ertaroq uyga ketilsalar. Axir oyingga va'da berib qo'yganman, go'zalim. Ha, keyin mana bu ko'ylakni kiy, akalang. Xo'pmi? Sal pomada qo'ygin, akalang. Unday yarqiroq qilib, sochini yoygin, xo'p? Buvim qo'ng'iroq qilyaptilar. Gaplashsam maylimi? Ay, gaplashing. Halo, buvijon. To'yxonaga ishga kelganman. Hozir idish yuvyapman. Hozir nikoh bo'lyapti. Ertalab osh bor ekan. Ishlarimni tugatib, kechroq boraman. Xo'p, buvijon, boraman. Boraman dedim-ku. Xo'p. Qo'ydingmi? Ha, bo'ldi. Молодец. Mana bu chiroyli bahona bo'ldi. Har doim mana shunaqa tayyor turinglar, xo'pmi qizlarjonlar? Endi men ishimni qilay qizlarjonlar. Men bu ko'ylak kiyish esimizdan chiqmasin, yana shuni chiqmalaring. Xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Ro'zaxon. Ro'zaxon. Labbay. Vo. Assalomu alaykum, Erkin aka. Bormisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, qalaysiz? Yaxshi. Qarang, haliyam yoshsiz, go'zalsiz. Oy, maqtang yana Erkin aka, maqtang. Siz yagona va tanhosiz. Haliyam sho'xligingiz qolmaganda. Bilasiz. Ko'ngil yosh, ko'ngil. Har doim yosh bo'lsin. Endi gap bunday, Ro'zaxon. O'rtog'imni taniysiz? Ha. O'ziga to'q, juda ham yaxshi yigit. Lekin shu og'ir paytlar sal ko'ngli nozikroq bo'lib qolganding. Zo'rg'a ko'ndirib olib keldim. Obbo. Shungaki, haligi endi qanot chiqarayotgan qushchalaringizdan ikkita. Zo'rada. Bilasizmi? Endi bilasizmi, u menimcha oxirgi marta kelyapti. U bo'yindan chiqmoqchi. O'shanga bugun uni ko'ngil olishimiz kerak. Bo'ldi. Xudo xolasa. Zo'ri bor-ku. Bormi? Albatta. Yarim soatda tayyor bo'ladi. Qo'lingizda bo'ladi xushchalar. Kelishdik. Lekin men va'damda turganmanmi? Turgansiz. Endi siz ham va'dangizda turasiz-da, Erkin aka. Shoshmang. Bu o'yindan chiqmoqchi bo'lganlar, bizni to'rimizdan ketmoqchi bo'lganlar ketolmaydi. Voy. Yana qayta kelgisi keladi, Erkin aka. Yashang. Meni ham niyatim shu. Iloji bo'lsa shunday qiling, bo'yindan chiqmaydigan qilib berishingiz kerak, tushundingizmi? Ha, endi Erkin aka. Meni ham bilasiz-ku. Men ham biror marta va'damni buzganmanmi? Yo'q. Ko'zni quvnatadigani. Qarang. Hidini qarang, hidini. Qisqasi, siz bu xonaga, Xonaga? o'rtog'ingiz u xonaga. Bu xonaga. Sizga chiroyli qilib atir gullansin. Voy. Unaqa demang. Erkin aka. Bo'ldi, ko'rishamiz aka. Zo'ri bo'lsin, ha? Albatta. Qizlar. Mana ikkitasi zo'ri. Endi qanot chiqayotgan qushchalardan tayyor turibdi. Tamam. Erkin. Shu shartmikin-a? Abbo, buncha ko'ring nozik bo'lib ketyapti. Aytdim-ku, mayli, shartingga chidayman bo'lib. So'nggi marta dedingmi, so'nggi marta. Xo'p degan, meni hurmatim. To'xta, eshit. Bo'ldi endi. Bir marta. Kelishdingmi? Qo'ynim g'ash. Bo'ldi, bo'pti. Oxir marta dedingmi? Oxir marta bir maza qilgan bo'ldi. Keyin kelmasang ham mayli. O'rtoq, iltimos endi. Unaqa qilmagin endi. Oxirgi marta? Oxirgi marta. Bo'ldi. Boshqa bezovta qilish yo'q. Kelishdik-a? Hey, mayli, kayfiyat ko'tar. Hozir. Ro'zaxon! Keling. Qani.
Marhamat, xonalaring. Marhamat. Ya, berilib ketmang yana. Tezroq kela qolmaydimi bu ham? Men kutishniyam, kuttirishniyam yomon ko'raman. Zebo! Dada! Nima qilyapsan bu yerda? Benomus! Dada! Sharmanda bo'ldim-ku. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Nima bo'lishi mumkin? Sho'ra. Ko'zingizni ochsangizchi. Tamom bo'ldi. Endi nima qilaman? Hey! Tamom bo'ldim. Sho'ra. Erkin aka chiqsang. Hozir. Ko'ylagim Voy chiqing Erkin aka. Hozir. Chiqib qoling tezroq. Nima Voy bo'ldi? bilmayman, o'rtog'ingiz nima balo, mazasi qochganmi, o'lganmi bilmayman. Erkin aka, Endi menga qarang. Menga oshiqcha muammo kerak emas. Tez bu yoqqa olib keting. Bo'ling. nima bo'ldi unga? Men qayoqdan bilay? Kiring, bo'ling. Ey, Jo'rabek, o'rtoq o'zing kelgin, nima bo'ldi senga? Jo'rabek. O'rtoq o'zing kelgin, meni qo'rqitmagin, ey. Tur o'rningdan, tur. Tur, uyga ketamiz, Jo'rabek. Ro'zaxon, suv bering. Ro'za, suv bering. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. O'rtoq, tur, o'rningdan tur. Nimaga? Kirayotganda yaxshi edi-ku, nima bo'ldi? Nega mazang qochdi? Bering. Bering. Kechyapman, nima Bo'ldi, hozir o'zing O'zi keldimi? Keladi. Erkin aka, menga muammo kerak emas, jon aka. Tezroq olib keting, iltimos sizdan, iltimos. Olib ketaman, o'ziga kelsin, bo'ldi. O'ziga kelsin. Bo'ldi, siz chiqing. Erkin aka, iltimos tezroq Olib ketaman sizga. Jo'rabek, tur, o'ziga. Yasha. Mana suvdan yaxshi bo'lasan. Kel. Cho'g'in. O yasha. Mana bo'ldi. Erkin. Labay. Meni bu yerdan olib ket. Uyimga. Erkin. Bo'ldi, olib ketaman. Uyimga. Mashinamni haydab uyimga tashlab. Xo'p bo'ladi. O'rtoq hozir. Tez yordam. Kel, o'ziga kel, tur. Meni qo'rqitma, Jo'rabek, tur, o'rningdan. Meni qo'rqitma, yur. Hozir uyingga boramiz. Bolalaringni ko'rasan, oilangni ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Yur, o'rtoq. Yur. O'zing keldingmi? Ha, yaxshimisan? Kel. Jo'rabek, yur. Bo'ldi. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, uyingga boramiz, yur, o'rtoq. O'chirib qo'yibdi. Ahmoq qiz. Zebo, keldingmi qizim? Namchi qolib ketding. Bu nima? Ha? Sharmanda, bu kiyimni qayoqdan olding? Nimaga hamma yog'ingni ochib olgansan? Ha, gapir, sendan so'rayapman. Oyi, bu o'rtog'imni ko'ylagi. Qaytib kiymayman.
Sen ahmoq qiz, hali to'yga shu holatda bordingmi? Yuzingga nima qilgansan? Labingni qara. Bu nima rang, nima pardoz? Hozir dadang kelsalar, bilasanmi nima bo'ladi? Boringni almashtir, yuzingni ham yuvib chiq, chopa qol. Sharmanda, men ahmoq. Gaplaringga quloq solib, seni yana to'yga jo'natibman a? Sizga aytgan edim, ichmang, bormang o'sha yerga deb. Undan ko'ra shifokorga borib uchratsangiz yaxshi bo'lardi, sekin. Sekin. Hozir erkak aka bilan gaplashgandim. Tez yordamga qo'ng'iroq qildi, kelib qolishar. Shunchalar ichasizmi? Gapirmang. Ichim yonib ketyapti onasi. So'pga beraymi? Shoshma. Ondasi, qizing uydami? Qayerga yuborgan eding onasi qizingni? Zebo uyda xonasida o'tiribdi. Bugun dugonasini to'yi bo'lganda shunga kelini onasi qo'ng'iroq qilib iltimos, qizingiz qiz o'rtoq bo'lib, qizim oldida o'tirib bersin degan edi. Shunga jo'natgan edim sizdan so'ramasdan. Xavotir olmang, uyda o'tiribdi. Qizni onasi iltimos qilgan edi deysanmi? Tushunarli. Onasi men bo'lsam uni hali go'dak deb yuraman. Iltimos, gapirmang. Hozir shifokor kelsa, ukol qilgandan keyin hammasini aytib berasiz. Qolaversa, bilasiz-ku, qizingiz sizni shunaqa yaxshi ko'radi. Deyishadi-yu, qiz otasiga o'xshasa baxtli bo'ladi deb. Xuddi o'zingizga o'xshaydi qizingiz. Ha? Kim aytgan bo'lsa ham yanglishibdi onasi. Bolalarimni senga topshirdim. Qizingga ko'z quloq bo'l. Meni qo'rqitmang. Meni qo'rqitmang. Zebo. Yo'q. Zebo qizim, ukalaringni chaqir, Zebo. Jonisi, iltimos, ko'zingizni oching. Meni tashlab ketmang. Iltimos, meni tashlab ketmang. Otangni vafotiga hech ham ishongim kelmayapti, qizim. Go'yo hozir xonalardan kirayotgandek o'zlarini his qilaman. Onajonisi, men keldim, uydamisan degan tovushlarni sog'inib ketyapman. Bilmadim nima bo'ldi, lekin o'sha daqiqalarda qayta seni ismingni so'radilar. Zebo qizim dedilar, bir narsa aytmoqchi bo'ldilar, lekin ayta olmadilar. Bilmadim, oyi, bilmadim. Meni to'yga ketayotganimni ko'rganlar shekilli. Menimcha shundan jahllari chiqqan. O'zing ham o'shanda sochlaringni yoyib olib, tor, ochiq ko'ylakda uyga kirib kelding. Balki o'sha paytda
seni ko'chada yarim kechada yurganingni ko'rib qolgandirlar. Bilasan, kechqurun yurgan qizlarni yaxshi ko'rmasdilar-da, dey rahmatli. Menimcha ham shunday. Shu to'yga bormasam bo'larkan, oyi. Oxirgi paytlarda yuraklari sanchib turardi. Necha marotaba dadangga aytib, boring, shifokorga ko'rining, kerak bo'lsa davolaning, kerak bo'lsa sanatoriyaga borib dam oling degan edim, quloq solmadilar. Mana bo'ldi, endi bizni tashlab ketdilar. Ja bo'lmasa bitta to'y ham ko'rmadi dadang bechora. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bandalik xolajon. Rahmat. Kel, o'tir. Nima uchun bandalik? Sizlar bemalol gaplashib o'tiringlar. Bemalol qizim. Kel, o'tir. O'sha kuni nima bo'lganini tushunmay qoldim. Ro'za opani baqir-chaqiridan mehmonlarning hammasi ketib qoldi. Xonadan chiqsam, yo'lakda hech kim yo'q. Seni ham topolmadim. Otang kasal edilarmi? Ba'zan yuraklari sanchib turardi. Uyga kelsam, buvimni qo'shnimiz shifoxonaga olib ketibdi. Kechalari daydiganimdan buvim xavotirga tushardilar. Keyin qon bosimlari oshib ketardi. Ularni ham ko'p kuydirdim. O'lib qolsalar, holimiz nima kechadi bilmayman. Ukalarim hali yosh. Onam esa hali beri Rossiyadan kelmaydilar. Ijarada yashayapmiz. Uy olishimiz kerak. Men endi bu yerga qaytib bormayman. Ishga kirmoqchiman. Ukalarimni halol pulim bilan boqmoqchiman. Chiroyli uylaring bor ekan. Senga nima yetmayotgandi? Shaytonni gapiga kirib qo'ydim. Ro'za opam pishirib-pishiribga seni sotib olaman dedilar. Borsam, bir begona yigit meni ichkariga boshladi. Bilasanmi, men o'shani ahmoqlik qilib qo'ydim. Endi ertagayoq nomerimni o'zgartiraman. Agar u yerga borganim oyim bilib qolsalar, meni umuman kechirmaydilar, bilasanmi? Bu sinatda ham ko'tara olmaydilar. O'zi shundoq ham otam onamga ko'p xiyonat qilganlarini bilib, meni nafratim qiynayapti. Onam bechora buni sezmaganlar ham. Shoshma. Bundan chiqdi dadang ham haligidek. Sen buni qayerdan bilding? Faqat hech kimga aytmayman deb so'z ber. Nima bo'ldi o'zi? Tushuntiribroq gapirgin. Men kirgan xonada dadam yechinayotgan ekanlar. Biz shu harom pullarni topamiz deb o'z kelajagimizga bolta urdik. Bizga it tekkan. Biz endi to'y ko'rmaymiz. Meni jonida ham ortiq yaxshi ko'radigan dadamdan ham o'zimdan ham nafratlanmoqman. Otamni men o'ldirdim. Men ham shu haqida voqeliroq o'ylamaganimga afsuslanaman. Onam bizni deb musofirlikda pul topaman deb qiynalsalar-u, men bu yerda behoya ishlar qilsam. O'tganlarni Alloh rahmatiga olsin. Tiriklarga uzoq umr bersin. Allohu akbar. Kelin. Qiynalmasdan yaxshi o'tiribsizlarmi? Shukr. Allohimma sinovlarga sabr qilib o'tiribmiz.
do'stimni o'tganiga meni ham ishongim kelmayapti. Juda o'rni bilinyapti. Ko'ngli nimandir sezganmi, o'sha kuni gapga borishga arrang ko'ndirgandim. Bilmadim. Lekin o'sha kuni uydan chiqib ketayotganlarida kayfiyatlari juda ham yaxshi edi. Xursand bo'lib chiqib ketdilar. Onasi bugun og'aynilarim bilan ko'rishamiz, mazza qilib dam olamiz deb chiqib ketgan edilar. Menga faqat rostini ayting. O'sha kuni qaysi kafeda o'tirgan edinglar? O'sha mazalari qochayotgan paytida oldilaridamidingiz? Menga bir narsa demoqchi bo'ldilar-ku, lekin nafaslari yetmay qoldi. Ha. Oxirgi paytgacha birga edik. Menimcha ichayotgan aravlari sal ko'plik qildi shekilli. Keyin birdan tobi qochib yerga yiqildi. Kelin. Meni bu yerga kelishdan maqsadim Jo'rabekjonni gap pulini olib kelgandim. Do'stlarimiz yig'ib berishgandi. Hali yordam pullarimiz ham bor. Do'stimning o'limi menga saboq bo'ldi. Kelin, mayli. Yaxshi o'tiringlar. Agar mabodo biror narsadan qiynalsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Erkin aka, bu yog'iga har birimiz iymonimiz bilan ulg'ayishimiz kerak, to'g'rimi? O'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Hali oilangizga, ayolingizga, farzandlaringizga siz keraksiz. Rahmat kelin. Rahmat kelin. Mayli, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Erkin aka ochiq aytmadi. Menimcha Zeboni ko'rmagan. Ko'rganida qizim ko'chada allaqachon gap bo'lib ketgan bo'lardi. Taxminlarim rost. Qizimdan so'rasam aytmayapti, faqat yig'laydi. Yana o'zini bir balo qilib qo'ymasin deb qo'rqaman. Xudoyim, tarbiya qilishda xato qildim. Bitta qizimni eplay olmadim. O'zing menga sabr ber. Yangi kelinligimda rahmatli xo'jayinim qaynotamni bir ayol bilan ko'rib qolgan edilar. O'shanda dadalari bilan ancha vaqt gaplashmay yurdilar. Qaynonam baxtli ekanlar. Hech narsa bilmay o'tib ketdilar. Men bo'lsam dadamizni oilaparvar, bolajon, xiyonat ko'chasiga kirmagan inson deb bilardim. Ichim yolyapti. Bu sirni o'zim bilan qabrga olib ketishim kerak. Shu niyatda qiz tarbiya qilganmidim. Naslimiz tozalanish o'rniga battar bo'ldi. O'g'illarimga o'zing insof ber. Mani go'zallarim bu yoqda ekan-ku. Qayerga ketyapsizlar? Qani o'tir, mashinaga gapim bor sizlarga. Bizni sizga gapimiz yo'q. Yo'lingizdan qolmang.
Ha, mani gapim bor sizlarda. Shoshmay tur. Qayerga ketyapsizlar? Ha? Mani xafa qilmanglar. Men sizlarga yaxshigina haq to'layman. Xo'p? Endi bir-birimizni tushunib ishlaylik. Haqqingiz ham kerak emas. Bizni tinch qo'ying. Menga qara go'zalim, o'sha kuni boru o'zi sani oyog'ing og'ir keldi. Ana mijozim o'ldi-ku, sani deb, ikkalangni deb bir oy ishlamadim. Ko'ramiz. Hali bir kun ikkalang boru, eshigimni tagiga yalinib borasan. Opajon, ish bormi? Opajon, pul bering deb. Esingdan chiqib qoldimi yalinganlaring? Menga qara, agarchi yolg'ondan chaqirsam, sandaqalarni bor, mingtasi eshigimga yugurib keladi. Ularni ham juvonimay qilmang, qo'ying. Endi kelib sendan maslahat so'raymanmi? Ey ahmoq. Yaxshiligi bilmagan. Mayli, xafa bo'lmagin. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Mehmonxonada dasturxonlar sotilingan. Yana kimdir keldimi? Uyimizga yana sovchilar kelishdi qizim. Yana avvalgiga o'xshab, qizim hali tayyor emas, sharoitimiz yo'q, dadasi vafot etgan deb yolg'on gapirib sovchilarni jo'natib yubordingizmi? Bu gal ularga rozilik berib yubordim. Ertaga bo'lajak kuyov bilan uchrashuvga chiqasan. Agar chiqmasang, bergan sutimga rozi emasman. Yigitni ko'rdim. Oydekkina. Qolaversa, kasbi bor, yaxshi joyda ishlaydi. Faqat bitta aybi bor. Bu bo'lsa ham uylanib ajrashgan. Nima? Menga shu hayotda ravo ko'ryapsizmi, oyi? O'gay ona ham hattoki o'z qiziga sizchalik bemehr bo'lmaydi. Men hech qachon u yigitga turmushga chiqmayman. Chiqasan. Chunki sen yaramas qiz, o'z iffatini, nomusini sotib yuborgan qizsan. Nima deb o'ylaysan? Bexabarmanmi deb hamma gaplaringni eshitdim. Hammasini eshitdim. Faqat 2 yil mobaynida ichimga saqlab yurgan edim. Sahal qoldi telba bo'lib qolishimga. Dadangni o'limiga ham aynan sen sababchisan. Nima qilishim kerak? Ko'zlarimga qarab gapir. Bak, uylanmagan, go'shakka ko'rmagan yigitga seni uzatib yuborishim kerakmidi? Sen shuni orzu havas qilganmiding? Ay, yaramas! Meni vijdonim qiynaladi. 2 yil mobaynida o'z yog'imda qovurilib yuribman. Xullas, bo'lajak qudalarga aytdim. Ertaga qizim uchrashuvga chiqadi deb qo'ydim. Qolaversa, bo'lajak qudalarimizga aytib yubordim. Menga dabdabali to'y kerak emas. Karnay surnay novolari ham yangiramasin uyimda. Chunki qizim oq libos kiymasdan shu uydan chiqib ketadi deb qo'ya qoldim. Bu narsaga sen o'zing sababchisan. Endi meni aytganlarimni qilasan. Tushundingmi? Oyijon, men bilmay xato qilib qo'ydim. Men hammasidan pushaymonman, oyijon. Meni kechiring. O'zim bilmasdan aldanib qoldim, oyi. O'z bilgimcha pul topaman deb men aldanib qoldim, oyi. Qing'ir ishni qiyig'i 40 yilda ham chiqadi. Otangni o'limi
o'z sirini ochib ketdi. Men hayotingni yolg'ondan boshlashingni istamayman, chunki o'g'illarimdan qaytishi mumkin. Oyijon, meni kechiring iltimos. Oyijon, men xato qilib qo'ydim, iltimos oyijon, meni kechiring. Oyijon, men tavba qildim. Meni gunohkor qizingizni kechiring. Qanday hukm chiqarsangiz ham roziman. Siz aytgan yigitga turmushga chiqishga ham roziman. Axir men ham baxtli bo'lishni istayman, joyi meni kechiring. Oyijon, meni kechiring.